Qardoshlarimiz qozoq kinoijodkorlaridan bunaqangi reytingi baland kino kutmagan edim. Bu qaysi kinoligini hozir bilib olasiz. Dastur, kelin la'nati. Drama janridagi qo'rqinchli film. Premyerasi 2023-yilning 18-iyulida bo'lib o'tgan. Reytingi 7/1. Qozog'istonning kichik bo'lajak ovulini Nursulton ismli tadbirkor o'z otalig'iga olgan. Chunki bu o'sha hududning yirik chorvadori va yagona badavlat kishisi. Bu fermerning yakkayu yolg'iz o'g'li Bo'lat haqiqiy bezori bo'lib ulg'aygan. Kunlarning birida ovuldagi o'rta maktab bitiruv kechasidan qaytayotgan Diana va uning dugonasi Bo'lat tomonidan zo'ravonlikka uchraydi. Mast holatdagi Bo'lat Diananing yalinib yorib olishi, qichqirishi va qarshilik ko'rsatishiga qaramasdan nomusiga tegadi. Bu mudhish voqeani Bo'latning boy dadasi Nursulton pul bilan bosti-bosti qilishga kirishadi. Natijada 10 million tenge evaziga Diananing otasi sharmandalikdan qutulish uchun Diana bilan Bo'latning to'yiga rozi bo'ladi. Ko'rinishidan oddiy ssenariy, shunday emasmi? Lekin eng asosiy dahshatlar aynan to'ydan boshlanadi. Hammasini aytib qo'ymay, davomini filmni ko'rgach bilib olasiz. Ushbu kino 2023-yilning eng qo'rqinchli filmlar ro'yxatida 2-o'rinni egallagan. Bundan tashqari mazkur film korrupsiya, ayollarga nisbatan zo'ravonlik va majburiy nikoh kabi mavjud ijtimoiy muammolarni o'ziga xos tarzda ochib berganligi uchun ommaviy axborot vositalari hamda tomoshabinlar tomonidan iliq qabul qilingan.